Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana qo'shni davlatdan kelgan hoji akamiz o'zlarining taassurotlari haqida ikki og'iz gapirib bermoqchilar. Safar qaridi hoji aka. Keldingiz, ketdingiz, davolandingiz 10 kun. Shular haqidagi taassurotlaringizni o'rtoqlashsangiz. Rahmat. Avvalambor men mamlakatimiz rahbari prezidentimizga ming rahmatlar aytaman. Mana bizni respublikamizda tibbiyot sohasida juda ham katta ishlar bo'lyapti. Mana klinikalar ochilyapti. Shularning ichida mana bir quyoshga o'xshab chiqqan bu klinika shu Gospital Zim, ya'ni Zaribjon Murodov Jomboyevni klinikalari. Bundan tashqari boshqa betobxonalarda ham bo'lib ko'rdik, lekin bu yerdagi shart-sharoitlarni aytsam juda oshirgan bo'laman, lekin men o'zim guvoh bo'lib aytamanki, bu klinikadagi mana kun bo'yi tundami, kundami qaysi vaqtda kelsangiz doim ochiq ekan, tunlarda kutib olib, bu yerdagi hamshira qizlarimiz, bu yerdagi tashxisdagi o'g'illarimiz va boshqa kardiologiya bo'yicha, boshqa hamma sohalar bo'yicha eng oliy, yuqori martabadagi texnologiyalarni bu klinikaga olib kelingan ekan. Undan tashqari bu yerdagi pokizalik, bu yerdagi muomalalar, undan tashqari parhez taomlari bilan mana juda xursand bo'lib shu yerda mana davolandik. Mana men shu kunlarda ichida nafaqat bu yerda shu butun Markaziy Osiyo bo'yicha boshqa mamlakatlardan kelgan betoblar bilan ham gaplashdim. Bu yog'i Buxorodan, Surxondaryo, Samarqand bor, bu yog'i Vodiydan hamma oblast shaharlardan kelgan betoblar kelib hammasi davolanib ketyapti. Lekin meni o'zimga kelganimda bu yerdagi muolaja juda ortiq darajada menga foyda qildi. Mana inshaalloh shu prepoterapiya sohasi bo'yicha va boshqa tashxislar bo'yicha Hozircha ikkita oldingiz. Oldik. Yana Xudo xolasa yana ko'rib davom ettiramiz. Shuning uchun men o'zimni oilam nomidan birinchidan ukam Zaribjon, sizga Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda ishlayotgan yana ukalarimiz, singillarimiz, qizlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Xizmatlari juda oliy darajada. Bu klinikani men inshaalloh o'ylayman kelajagi juda porloq. Hali bu yerda juda ko'p bemor aka-uka opa-singillarimiz, boshqa atrofdagi mehmonlar kelib shu yerdan yaxshi shifo topib ketsa, Xudo xolasa sizlarni xalqimizga, mamlakatimizga qilgan katta xizmatinglar deb men baho beraman. Shuning uchun hammanglarga tashakkur aytaman. Oila a'zolari bilan shu yerda ishlayotgan hamma hamkasblar intifo bo'lib, topganinglarda Alloh yaxshi kunlarga nasib qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mingdan ming rahmat sizlarga. Amin. Alloh taolo shu mana ukamiz Zaribjon boshliq shu yerda ishlayotgan ukalarim, singillarimiz, opalarimiz, qizlarimizni ham Alloh intifochilikda barqaror qilsin. Shu mana klinikalarni yangi ochibdi. Xudo xolasa buni kelajagi porloq. Bu butun Yevro standartda qurilgan klinika ekan. Bu yerdan juda ko'p kelgan odamga hammasi xursand bo'lib, rozi bo'ladi, hech kim xafa bo'lmaydi. Ishingizlarga baraka bersin, topganinglar yaxshi kunlarga nasib qilsin. Farzandlaringiz hammasi baxtli bo'lib, sizlarga o'xshagan katta doktor navlar, professorlar, akademiklar chiqaversin. Hamisha yaxshi kunlarda yuz ko'risharaylik. Ya, rahmat. Allohu akbar.